Qizlar, albatta uylar уборка qilib bo'lganimizdan keyin bilasizlar, qalbimiz orom topadi. Chunki top-toza uyda boshqacha bo'ladi-ku. Va uylarni ishini qilib oldim-ku deb va pardalarga yaxshi освежитель qilib qo'ysanglar-ku, ofislarga ham yaxshigina qilib qo'ysanglar, yaxshi ifor kelib tursa, kayfiyati ko'taradi, to'g'rimi? Bizda yangi освежитель e'tibor bergan bo'lsanglar, energiya удачи. Energiya удачи. Keyingisi energiya любви. Keyingisi esa energiya денег. Alloh taolo bizani yaratayotganda ifor bilguvchi, hidlarni bilguvchi sezgi organlarimiz bilan yaratgan, to'g'rimi? Bu narsani energiya удачи, ya'ni arbuz va sitrusli, siz buni sepganingizda sizni melatoningizni kuchaytirib, energiyaga to'ldirib beradi. Bu energiya chaqirmaydi, sizni просто energiyangizni kuchaytirib beradi. Keyingisi energiya любви, sevgiga, muhabbatga qalbingizni to'ldirib turadi. Ya'ni shirin vanil vishne shirinlik ifori bo'lgani uchun sizni yana ham anaqasi sevgi muhabbatga kuchaytirib beradi. Keyingisi tabak va vanil boylik ifori kelib turadigan, yaqinda pulim ko'payib